havo tarkibida chang zarrachalarining ko'payib ketishi, ayniqsa PM2,5. Men bu mavzu haqida barchamizda informatsiya yetarli. Lekin men hozir sizlarga uni nafas yo'llariga aynan qanday ta'sir ko'rsatishini aytmoqchiman. Ikkinchi sabab bu bolalarning jamoaga tez qo'shilishi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir jamoada shunaqa bo'layotgan narsa ko'rib turibmiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqni nyankasi keladi. U qayerdan kelyapti, общий transportda kelyaptimi, qanday holatda kelyapti bilmaymiz, bolaning yoniga kiradi. Yoki davlat bog'chalari 3 yosh bo'lishiga qaramasdan 1,5 yoshli bolalarimiz bog'chada 30 ta bola bilan har kun kontaktda bo'ladi. Yoki undan kattaroq bolalarni ko'radigan bo'lsak, kunduzi bog'chada 30 ta bola bilan kontaktda, bog'chadan olamiz, jamoa joylarida ovqatlanishga olib boramiz. Bu yerda yana shuncha odam bilan kontaktda. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolamiz bog'chada zerikib qoladi-ku, plashatkaga olib boramiz. Plashatkada ham bola yuzlab bolalar bilan kontaktga kirishadi. Raddomdanoq smes bilan chiqadi. Nima emish? Onasi kesirva bo'lganmish va sut kelmaganmish. Va shuni hisobiga, sut kelmaganligini hisobiga smes taklif qilishgan ekan. Bugun sizlar bilan bolalar orasida yo'talning ko'payayotganlik sabablarini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Normayeva Guli G'ulomovna 8 yillik tajribaga ega shifokor pediatr sifatida o'zim eng muhim deb bilgan sabablarni sizlar uchun sanab o'taman. Hozirgi kunda hech kimga sir emas, bolalar orasida nafas yo'llari kasalliklari juda avj olgan. Bolalar yo'taldan qiynalayotganligini barchamiz barcha jabhalarda ko'rib turibmiz. Ko'chada qayerda yurmaylik, bolalarning yo'tal tovushini albatta eshitasiz. Xo'sh, yo'tal bu aslida nima? Yo'tal bu bizning nafas yo'llarimizning himoya refleksi hisoblanadi. Biz yo'talish orqali o'pkamizni chang zarrachalaridan, balg'amlardan va infeksiyalardan tozalaymiz. Xo'sh, bolalarimizda bu qadar yo'tal ko'payayotganligini sababi, demakki, bolalarimiz o'pkalarini tozalashga shu qadar muhtoj. Xo'p, bu muhtojlik nimalardan kelib chiqyapti? Birinchi sabab hammamiz bong urib aytayotgan o'sha havoni ifloslanishi. Havo tarkibida chang zarrachalarining ko'payib ketishi, ayniqsa PM2,5. Men bu mavzu haqida barchamizda informatsiya yetarli. Lekin men hozir sizlarga uni nafas yo'llariga aynan qanday ta'sir ko'rsatishini aytmoqchiman. Masalan, biz o'sha havodan nafas olyapmiz. Nafas olganimizda havo bilan birga chang zarrachalari bizning organizmimizga kiradi. Bilamizki, nafas yo'llari nam holatda bo'ladi va u yerda nam joyga chang zarrachalar o'tiradi. Ma'lum qismigina chiqib ketadi. Bolalarda bu 40% gacha bo'ladi. Ya'ni biz ko'zga ko'rinmaydigan shu chang zarrachalar bilan nafas olganimizda o'sha bola taxminan olaylik, masalan, nafas olganda 100 ta chang zarrachasini yutsa, o'shandan 40 tasi o'pkada nafas yo'llarida ushlanib qoladi. 60 tasigina chiqadi. Bu har nafas olganda takrorlanadi. Ya'ni har safar nafas olganda o'sha chang zarrachalar o'pkada o'tirishni boshlaydi. O'ylaysizki, ular nafas yo'llarida shunchaki o'tiradimi? Yo'q. Ular nafas yo'llari shilliq qavatini yallig'lantiradi. Oksudativ stress keltirib chiqaradi. Ya'ni bu degani o'pkasi sezgirligi oshib ketadi. Qo'pol qilib aytganda jahldor bo'lib qoladi nafas yo'llarimiz. Undan tashqari allergiyaga moyilligi bor insonlarda allergik reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin. Bu sizni ko'zingizga ko'p ko'rinmaydi. Ya'ni bolalarni shu chang zarrachalaridan doimiy nafas olishi natijasida o'pkalarida, nafas yo'llarida doimiy shish, qizarish, ma'lum miqdorda shilliq ajralib turishi kuzatilyapti. Bola soppa-sog' yuribdi, har kuni ozgina burunchasi bitadi, gohida bitta yo'talib qo'yadi. Tamom, boshqa hech qanday belgi yo'q. Shunaqa yashayapti, Keyin shu joyida ikkinchi sabab boshlanadi. Ikkinchi sabab bu bolalarning jamoaga tez qo'shilishi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir jamoada shunaqa bo'layotgan narsa ko'rib turibmiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqni nyankasi keladi. U qayerdan kelyapti, общий transportda kelyaptimi, qanday holatda kelyapti bilmaymiz, bolaning yoniga kiradi.
yoki davlat bog'chalari 3 yosh bo'lishiga qaramasdan 1,5 yoshli bolalarimiz bog'chada 30 ta bola bilan har kun kontaktda bo'ladi. Yoki undan kattaroq bolalarni ko'radigan bo'lsak, kunduzi bog'chada 30 ta bola bilan kontaktda, bog'chadan olamiz, jamoat joylarida ovqatlanishga olib boramiz. U yerda yana shuncha odam bilan kontaktda. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolamiz bog'chada zerikib qoladi-ku, plashatkaga olib boramiz. Plashatkada ham bola yuzlab bolalar bilan kontaktga kirishadi. Har bir insonning o'zini florasi bor. Har bir insonning tarkibida o'ziga yarasha infeksiyalar bo'ladi. Kimdir shamollagan bo'lishi mumkin va bu doimiy kontakt natijasida bolalarga virusli infeksiyalar ko'p yuqayapti. Esingizga boya aytdim, nafas yo'llari qizarib, shib turadi doimiy deb. Bunday nafas yo'llariga infeksiya tez o'tiradi. Va o'sha infeksiya shunaqa o'tirishi bilan nafas yo'llari keyin o'pka dod deydi-da. O'pka aytadi, deydi, men bu chang zarachanga o'zi zo'rg'a chidab turdim deydi. Bu virusiga nima gap bor endi deydi. Baravariga ikkalasini ham haydashni boshlaydi va yo'tal boshlanadi. Mana nafas yo'llariga virusli infeksiya tushganini yo'tal bilan kuzatilishi bizda o'tkir bronxit, to'g'rimi? Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, masalan, o'tkir bronxitda 4 marta bola yo'talish kerak bo'lsa, yallig'lanib turgan, shishib turgan, qizarib turgan o'pkani hisobiga endi bola 8 marta yo'taladi. Endi bola ham virusni chiqarib yuborish uchun yo'taladi, ham boyagi chang zarrachalarini chiqarib yuborish uchun yo'taladi. Bu ikkinchi sabab, demak, yo'talni ko'proq bo'layotganligini ikkinchi sababi. Shu joyda juda og'riqli joyi bu uchinchi sabab. Biz birinchi, ikkinchi sabablarni o'zgartirishga qiynalishimiz mumkin. Lekin aytmoqchi bo'lgan uchinchi sababim, ya'ni bolalarning noto'g'ri ovqatlanishi, bu biz ota-onalar bilib turib qilayotgan xatomiz hisoblanadi. Masalan, yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlaylik. Yangi tug'ilgan chaqaloq raddomda mana qabulimizga keladi. Raddomdanoq smes bilan chiqadi. Nima emish? Onasi kesirva bo'lganimish va sut kelmaganimish. Va shuni hisobiga, sut kelmaganligini hisobiga smes taklif qilishgan ekan. Smes bu majburiyatning narsasi. Smes qachonki ona bo'lmasa yoki ona bolani o'rtasida shu qadar og'ir, ya'ni ona sutini imkoniyati bo'lmagan taqdirdagina ishlatilishi mumkin bo'lgan kimyoviy aralashuvlar bilan tayyorlangan bu sun'iy ovqat hisoblanadi. Demak, biz raddomdanoq sun'iy ovqat bilan chiqyapmiz. Mayli, 6 oygacha ana majbur bo'ldik, smesda qoldi. Haqiqiy onani sutidagi immunitetni oshiruvchi oqsillardan, vitaminlardan, hamma foydali narsalardan bola mahrum bo'ldi. 6 oylikdan oshgan bolachalarni olib kelishadi. Nimalar beryapsiz? Qo'shimcha yana nimalar beryapsiz desam, bondi pechenye, agusha pyure, frutinyanya, Nestle kasha, orada banan ezib berishadi. Noto'g'rimi onalar? Shunaqa-ku. Qani tabiiy birorta narsasi yo'q. Nima oladi bu narsalardan? Qayta ishlangan kimyoviy moddalardan. Bolani shunchaki qornini qappaytiryapmiz xolos. 1 yoshdan oshgan bolachi, 1 yoshdan oshgan bolalar kolbasani biladi, sosiskani biladi. Fast foodni hammasidan tatib ko'rgan. To'g'rimi? Hamma shirinliklarni biladi. Hattoki 1 yoshida katta yoniga tort qo'yib tishlatib rasmga olamiz kamiga. Endi aytishingiz mumkin, xo'p, shuncha noto'g'ri ovqat ekan, buni yo'talga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Bu ozuqalar bilan boqilganidan keyin bolada defitsitlar kamayadi. Kalsiy, magniy, barcha mikroelementlar, vitaminlar yetishmovchiligi rivojlanadi. Bu esa virusli infeksiyalarni tez namoyon bo'lishiga olib keladi va vaholanki yo'tal ham shu o'rinda ko'payadi. Undan tashqari, bizda shirinliklar tarkibidagi shakar, biz meditsinada uni oq zahar deymiz ham. Demak, shirinliklar tarkibidagi oq zahar, kolbasa va sosiskalar tarkibidagi nitritlar, chips, kireshki, fast foodlar tarkibidagi o'sha trans yog'lar, konservantlar va rang beruvchi moddalarning hammasi qonga so'riladi va qon orqali nafas yo'llariga boradi. Nafas yo'llarida u doimiy yallig'lanish chaqiradi, qizarib, shirtiradi va obstruksiyaga moyillikni oshiradi. Ko'p eshitganmiz. Bolamni laringiti borda, yarimta shokolad yesa, tomog'i bo'g'ilib qoladi.
Bolamni yo'tali borda shirinlik bittagina yesa, tamom xishillab qoladi. Demak, u bola shu darajada bo'kkan. Demak, shu darajada kimyoviy moddalarga yetib kelganki, yarimta o'sha xurmachani to'kilishiga sababchi bo'ladi. Demak, bizdagi yo'tallarni ko'payayotganligiga mana nima sabablar bo'lyapti. Havoni tozalay olmasmiz. Balki jamoadan ajratishga gohida imkoniyatimiz bo'lmas, lekin ularni to'g'ri ovqatlanishini nazorat qilish biz ota-onalarimiz qo'lida. Uni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Bugun men hozirgi paytda jamiyatda uchraydigan yo'talni ko'payishiga sabab bo'layotgan asosiylarini sanab o'tdim. Videoda maksimal aktiv bo'ling, izohlar qoldiring. Xudo xohlasa keyingi video yechimlar va yo'talni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida bo'ladi.